Assalomu alaykum qizlar. Bugun makiyaj qilishimni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib mana bunaqa zakardan foydalanaman. Juda ham yoqadi. Menga yuzimga tushadi. Ichida nimalar nima deydi? Zakar, ya'ni tonalkalar ichida prям zo'r yotadi yuzga. Lekin juda zo'r. Anaqasi ham umuman yuzni kuydirmaydi, qizarib qolmaydi. Oppoqqina turadi yuzingiz. Ishlatib ko'rganlar buni biladi. Men shundan ishlataman doim. Keyin qoshimni mana shunaqa nimada bo'yayman. Qalda. Uncha ko'p bo'ymayman, faqat uchini bo'yayman. Ko'zimga mana shunaqa tendan, keyin mana bunaqa tendan ham foydalanaman. Juda ham yaxshi bu ham. Ikkalasidan foydalanaman. Orqasini to'qroq, oldini ochroq svetga bo'yaymiz. Shotkamizni tozalab olib, bundan oldiga zar qo'yib olamiz, yaltirash uchun. Keyin mana bu tag qismiga ham zar qo'yib olsak, yanada makiyajimizni chiroyli qilib ochib beradi. Endi mana shu qalamda ko'zimni tagini ham bo'yab olaman. Ba'zilar esa surma ishlatadi, men surma ishlatmayman. Mana shunaqa tushdan foydalanaman. Ikkitali tush, bittasi ob'yom beradi, bittasi esa to'g'rilaydi. Menga ob'yom shart emas, chunki kipriklarim. Tushimizni ham qo'yib bo'ldik. Endi podvodka. Mana shunaqa podvodkadan foydalanaman. Juda ham yaxshi. Hozir chizib ko'rsataman. Ko'zimizni mana shu qismidan chiqaramiz. Keyin bu yoqqa tomon olib boramiz. Bunisini ham xuddi shunaqa. Ko'plarda ikkalasi bir xil chiqmaydi. Yuzimga shunaqa kontur chizib olaman. Anaqa ingichka qilib turish uchun. Keyin buni yana yedirib yuboraman. Mana shu 3 xil qalamdan, konturlardan foydalanaman. Ko'pchilik so'ragandi, qanaqadan foydalanasiz, konturlaringiz deb mana. Hozir qo'yib ko'raman. Buni o'rtasiga chizaman. Xohishga ko'ra Kiko plastikdan mana meykapim tayyor, baho